Hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda men YouTube va TikTokdagi bug va lifehacklarni tekshirib ko'raman. Video qiziqarli va foydali bo'lsa, like va obuna bosib qo'ying. Agarda hoziroq bosmasangiz, shunaqa negriya bo'lib qoling. Albatta hazil, lekin obunani bosing. Qani bo'lmasa videoni boshlaymiz. Birinchi video bu yerga portionlarni joylayapti. Redstone yo'q, yog'och. Bu yerga esa uloqtirgichmi, uzatmalar, richak va tepasiga yana yog'och qo'yyapti obunachilar. Uloqtirgich va olovli sharchalar. Nima qilarkan hozir ko'ramiz, bu lifehack bo'lishi kerak va bu yerda olovli sharchalar o'tar ekan. Obunachilar, bu lifehackni tekshirgandim, men ochdim. Kerakli narsalarni ham olib oldim. Portion esdan chiqib qolibdi. Portion mana. Endi buni qo'ysak, bu yerga bitta, bu yerga ham bitta va buni bunaqasiga qo'yamiz. Hatto redstone olib ketdik. Redstone va bu yog'och narsa va kallapacha. Qo'lim qo'shiladi. Yo'q, tuyaldi. Bu yerga endi bitta richak qo'ysak, tamom. Endi bu yog'iga esa yana o'sha yog'ochdan qo'shimiz kerak. O'tirib olamiz. Bunisi ham adashmasam to'g'ri qilyapmiz. Tepaga bitta ko'z, kallapacha. Bu yerga endi bulardan solamiz. Ichiga o'qdon, bola olovdonni o'xshab qo'yishni qilmoqchi bo'ldim. Sizlardan boshqacha ko'rishlar mumkin. O'xshasa, qani bo'lmasa, bismillah deb boshlaymiz. Bu o'xshadimi? O'tyapti. Mana kamondagi o'qlarimiz o'tyapti obunachilar. Bu bizning lifehackimiz o'xshadi. Bo'lmasa, ikkinchi lifehackni bajargani ketdik. Ikkinchi videoni ko'ramiz. Bu uxlash bug ekan. Yotog'ini qo'ydi va bu yerda jitel. Qanaqa qilib bunday kelib qoldi? Buni bo'lib ikkinchi bugimizni sinagani yaxshi o'xshayapti. Qo'rqing. Qo'yib bobomurod chekta boshlaymiz. Ularni sindirib endi yoki yotoq. Yaxshi, endi blok. Qo'yil blok. Yaxshi, endi buni qo'yamiz red carpet. Ikkini qo'yib bo'l. Endi biz bu yerga jitel spam qilamiz. U ana qaytaverdi. Kechirim qilish esdan chiqibdi. Ana kechirim bo'ldi endi esa. Yo'q, buni bobomurod. Nima qilyapsiz? Yo'qolib, men seni intervyu olmoqchi edim. Boshqa chaqiraman. Yo'q, buni biroz siz uxlamaysizmi? Siz uxlamaysizmi? Nima? Obunachilar, sizlar uchun men yangi YouTube kanal topib qo'ydim. Bu kanalda juda ham qiziqarli har xil videolar chiqadi. Hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'yinglar mening asl obunachilarim. Oxirgi videosini kommentiga interestingdan salom deyish esdan chiqmasin. Tezroq bu bolani ham 100 dan oshishiga yordam beraylik bolalar. Mening haqiqiy asl obunachilarim o'tib oxirgi videosini kommentiga interestingdan salom, interesting obunachilari zo'r deb yozib qoldirsin. Bolalar, bu videoning linkasi video описаниесida bo'ladi. Uchinchi lifehackimiz bu yerda ikkita o'rimjoy to'ri so'mcha. Zo'r lifehack ekan. Qani bo'lmasa tekshirib ko'ramiz. Va bu yerga narsalar ham solib qo'ysa bo'lar ekan. Bo'l, agarda o'xshasa. Qani bo'lmasa videoni tekshirib ko'ramiz. Ishlamasligini bolalar. Agar ishlasa juda ham zo'r bo'lardi, lekin tepalariga o'rimjoy to'ri. Va bana uni nomini bilmayman. Qani bo'lib olaylik. Ishlamadi obunachilar. Bu xato ekan. Bolalar, hech o'ylab yurganmisizlar? Men bitta videoni qancha vaqtda tayyorlayman? O'ylashingiz uchun ishlayman. O'ylab qo'ygan bo'lsangiz siz uxlarda qoldiring. O'zim aytaman, kamida 2 soat vaqtim yeydi bu montaj.
Shu ketgan vaqtni qadrlagan holda bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Shuncha klipni shu yilmay kerak bolalar shu tashadi nima? Kliplar shundan qochyaptimi? Obunachilar bu bug ishlamasa kerak. Qani bo'lmasa sinab ko'ramiz. Sen men nima dedim? Ishlamadi chunki meni miyam. Agarda obunachilar shu videoda 100 like yig'ilsa ikkinchi qismini chiqaraman.